bola qilmaydi dedimi sizlarga? Voy! Voy, dod! Yo'q. Chiqib olish shart. Chiqib olish kerak. Yo'q. Yo'q do'stlar, hozircha endi menga anchagina xavfsizroq. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Do'stlar, kechagi hardcore'imda o'lishimga bir bahya qoldi. Balkim bugun o'larman, lekin u dunyoyimdagi barcha narsalarni tiklamasam bo'lmaydi. Do'stlar, shuning uchun men yana bir uy quraman. Bu uyim oldingisidan-da yaxshiroq bo'lishiga harakat qilaman. Eng qiziqtirayotgan narsa, kechadan oldingi kundan beri umuman kirmayapman bu hardcore dunyoyimga. Va agarda hozir yonimda yana creeperlar bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Bitta jonim bilan men hech narsa qila olmayman. Aytdim-ku, bitta jonim do'stlar, creeperda bilmadim, lekin aniq boshqa moblar bor. Xo'p, hozircha qornimni to'ydirib olish kerak. Endi yopamiz sekin astalik bilan. Mana bu joylardan ham hattoki ular o'tib ketishi mumkin. Va men bu yoqqa blok qo'yaman-da. Chiqib olaman. Xo'p. Yaqinlashma sen menga. Orqamdan creeper keladigan bo'lsa, yomon bo'ladi. Eng yomoni, eng dahshati o'sha. Creeperdan-da yovuzroq bir mobni men ko'rmaganman Minecraftda. Xo'p. Men nima qurmoqchi edim aytgancha? Men ozgina narsalarni tashlamasam hozir bular kerak emas baribir menga. Yo'q, bu ham kerak emas. Olaylik, yana narsalar kerak, lekin xo'sh, yana nima bo'ladi? Bu bir dona ekan. Sen ham kerak emassan. Zemlya oldik. Xo'p, bizda krovat bor, bo'ldi. Eng muhimi krovat bor. Xo'p. Endi buni o'rniga buni olamiz-da. Sekin uyni ta'mirlab qo'yamiz. Do'stlar, kechagi qismda yomon bo'lgan edi, o'zingiz ham ko'rdingiz. U creeper ovoz chiqarmaydi va Minecraftdagi barcha o'yinchilarning qo'rquvi hisoblanadi. To'g'ri, u odamlarni to'laqonli o'ldira olmas ba'zi hollarda. Lekin o'ldira olmasa-da katta talafot yetkazishi aniq. Va do'stlar, menga endi creeperning qizig'i yo'q, yashab qolsam bo'lgani. Do'stlar, men yaqin orada, xudo xolasa, inshaalloh yana bir video chiqadi. Bu videoyim ham oldingilardan zo'r bo'lishiga harakat qilaman men. Va uyimni kattaroq qilib olay. Shuncha nima deydi? Kamga daraxtim bor ekan. Do'stim, to'g'ri. Va qurib tashlaymiz. Soniyalar ichida, soniyalar. Bizga daqiqalar kerak emas, bizga soniyalar kerak do'stlar.
Xullas, keyingi videoyimda men Wither skeletlarga qarshi jang qilaman. Albatta tomosha qilinglar do'stlar. Lekin hozircha mana shu videoyimni tomosha qilganingiz ma'qul. Chunki buni qarang, orqa fonda ham Minecraftning o'zi muzika berib turibdi. Va men endi eshikni qo'yib olishim kerak. Va mana do'stlar, albatta hamma ishning ham bir yaxshisi bo'ladi. Endi esa yangitdan hayot quramiz. Nima qilamiz boshqa? Verstakni ham olamiz. Bu yerga pechka, bu yerga verstak. Keyin esa narigi tarafga biz krovat qo'yamiz. Suyagim bormikan? Yo'q. Men hozircha skeletlar bilan jang qilmadim va shuning uchun kechirasan mo'miqvoy, men seni boqib ola olmayman. To'g'ri, men kuchuklar bilan agarda bo'ladigan bo'lsam, o'zimni yanada xavfsizroq qilardim-ku, lekin hozir shunday qilmayman. Va verstagim orqali men bolta yasasam yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Yaxshi. Endi daraxt chopishda davom etamiz. Qoch, do'stim. Endi do'stlar, mana barchasidan unumli foydalandik. Lekin menga baribir hozir qum kerak. Qumni esa men qayerdan topishni bilmay turibman. Qum bo'lsa oyna bo'ladi. Oyna bo'lsa u yanada chiroyli bo'ladi. Chiroyli bo'lsa, albatta sizlarga ham manzur keladi. Va shuning uchun ham men bugun o'yinni sal kattaroq qilishga harakat qilyapman. O'zingiz ham voy kechirasan cho'chqacha. Men cho'chqalarni ikkita sababga ko'ra Minecraftda o'ldirmayman. Birinchi sabab bu islom dinida baribir taqiqlangan. Ikkinchisi esa Texnoblade hurmatim sababli men cho'chqalarni Minecraftda o'ldirmayman. Iblos, bu yoqqa kel. Men sana otini ham, boboyni ham hammasini yo'q qilganman. Va o'lib ketasan o'zing. Yo'q. Tushirib olamiz. Xavotir olmanglar do'stlar. Hech bo'la qilmaydi dedim-ku sizlarga. Voy, dod. Yo'q. Chiqib olish shart. Chiqib olish kerak. Yo'q. Yo'q do'stlar, hozircha endi menga anchagina xavfsizroq. To'xtang, ovqatlarimni pishirib olay yaxshisi. Bo'lmasam bular meni xoli jonimga qo'yishmaydi. Yo tavba. Chiq. Bo'ldi. Aytgancha do'stlar, nimaga men fakellarni qo'ymayapman? Xo'p. 1 2 3 yonimda qolmadi kuch. 5 6 7 9 qayga ketdimidi, 8 qayga ketdimidi, shunaqa qo'shiq bor edi. Yurtim senga she'r bitdim bugun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun, olam aro atagan tanho. Ular she'ri ko'p uchdi yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bari. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Bobolardan so'z ketsa sanxor, bir kalom bor so'z avvalida. Gap avvalida.
Osmon ilmi tug'ilgan ilk bor ko'ragoniy jadvallarida. Vau, do'stlar, osmonga qarang. Bo'lib ketadigan bo'lsam, hozir men sizlarga bu manzarani ko'rsatmasam, keyin afsuslanaman. Qotil qo'li qilich soldimi? Quyosh bo'lib uchdi tilla bosh. Do'stlar, ko'kda yulduzlar emas. U Ulug'bek ko'zidagi yosh. Ey do'stlar, Minecraft bu dunyodagi eng yaxshi o'yin. Menga ishonavering. Kimki dunyodagi eng yaxshi o'yin qaysi deb so'raydigan bo'lsa, ikkilanmasdan Minecraft deb javob beraver. Bo'ldi, qornim to'yibdi. Do'stlar, bu shunchaki sarguzasht emas. Bu siz virtual dunyodagi olamingiz. Creeper esa dunyodagi eng yovuz mob. Skelet esa eng sniper bo'lgan mob. Chiqib olsam bo'larmikan hozir? Chiqdim. Men bunday vaziyatlardan chiqib ketishga usta farang emasman. Lekin bu safar uddaladim. Nima bo'lgan taqdirda ham. Do'stlar, keyingi videolarimda hardcore dunyoyimda yashab qoladigan bo'lsam, bilingki, ana shu taraflarga albatta boraman. Lekin hozircha oddiy moblarni o'ldirib, o'zimga ovqat g'amlab olsam, yaxshiroq bo'lar edi. 1 2 3 Bu yoqqa kel. Bu ham tayyor. Va mana bu ikkita qo'yni o'ldirmayman. Sal ko'payib tursa, keyin o'ldirishim mumkin. Xo'p, hozircha esa haliga yaramas snayperchini o'ldirishim kerak. Qanasan? O'sa suvchi. Yo'q, yo'qolib qoldi. Nima yandirimiz endi? O'zini aybi, o'zi ketdi. O'zi ajalidan qo'rqdi. Endi nima deydi? Do'stlar, Minecraft men bilan o'ynashyaptimi? Hozir mana bu yerda qo'y turgan edi-ku. Bilmayman do'stlar. Lekin mana shu joyda video o'z nihoyasiga yetyapti do'stlar. Doimo sog' salomat bo'ling, hech qachon charchamang. O'zingizni ehtiyot qiling. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring va o'zingizni ehtiyot qiling. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Xayr do'stlar, keyingi videolarda Xudo xohlasa inshaalloh ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.